O'g'lim Rossiyaga borib bemalol ishlab kelur. Yuborgan pullaring tintinigacha o'zim yig'ib beraman. Men seni bankingman. Dada sizga ishonaman. Faqat sizga ishonaman. Assalomu alaykum dada. Key ikkinchi bolam. Haligi pul bering dada. O'zi 412 ming pensiya olsam qaydan beraman senga pul? Akam pulidan bering. Bera olmayman undan. Akangga va'da berganman men. Qancha? $500. Bir oyda beraman. Mana. Soxta emasmi bu? Nerimni buzma bola. Bilib telefon qilyaptimi bu? Ha bolam, yaxshimisan? Ha dada, yaxshimisiz? Soqqan-soqqa urib yig'yapsizmi? Ha, teniga teginmasdan yig'yapman. Bu mening onam, bu mening onam. Ota haqida qo'shiq aytsang ham akang puldan bera olmayman. Dada, bermasangiz bo'lmaydi, yakshanba kun qaytaraman. Qancha? 1000. Rahmat. Yakshanba kundan kech qolmasin. Bu yoqqa kamera qo'ymaganman, qaydan bilyapti bu? Alo, ha bolam, yaxshi ishlayapsanmi? Rahmat dada, pulanchi ko'payib qoldimi? Ha, ancha yig'ilib qoldi. Dada, pulni vaqtida qaytaraman. Bera olmayman akangni puli. Kuyovingizni ishi yaxshi emas-da. Kuyovimda ishi ham bormi? Qizingizga rahmingiz kelmayaptimi? Vaqtida qaytar. Ko'tarmayman. Alo, yaxshimisan? Akang pulni oluvding, yakshanba kun beraman deb, u qaysi yakshanbaligini so'ramagan ekanman-da. Yil bo'ldi, joy qo'yib qo'yish kerak uni. Hozir telefon qo'yaraman. Meni asamizayapti bu. Siz tergan raqam siz uchun xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Assalomu alaykum bankim, men keldim. Bechora akam. O'g'lim, sen ham puling yig'ib beraymi?